Vismut Premium gidroizolyatsiyasini hozir sizlarga sinab ko'rsatyapmiz. Buni karton ichki qoplamasini shu gidroizolyatsiya bilan suvab chiqqanmiz. Gidroizolyatsiya suv o'tkazmasligini sinamoqchimiz. Ko'rib turganlaringizdek, kartonimiz juda ham yaxshi holatda turibdi. Suv o'tkazmayapti. Pastlarini ham ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, juda ham yaxshi holatda turibdi. Bu mahsulotni bemalol hammomlarda, sanuzellarda, suv o'tkazishi mumkin bo'lgan joylarda, devorda, balkonda, xullas shunaqa joylarda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, hech qanday suv o'tkazmayapti. Agar suv o'tkazganda kartonni bilasizlar, qanaqa suvni o'ziga tortib oladi. Shunga qaramasdan yaxshigina holatda turibdi. Gidroizolyatsiyamiz suvni o'tkazmasdan yaxshigina ushlab turibdi. Ichki holati shunaqa holatda bo'ladi. Ko'rayotganlaringizdek. Agar mahsulotimiz sizga yoqqan bo'lsa, Tarab do'konidan kelib xarid qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Qiziqarli videolarni chiqarib boramiz.